Abdurrauf Shoh, qalaysiz? Salomatmisiz? Omonmisiz? Ramazon oylari muborak bo'lsin. Charchamayapsizmi ukajon? Qachon edi tug'ilgan kuningiz? Men bexabar qolman. Mayli, tabriklayman. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. O'ylagan niyatlaringizga yeting. Siz juda ko'pchilikka namuna yigitsiz. Shu o'zingiz ahvolingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar hayotda intilib, o'zini o'rnini topib, hurmat topib yurgan odamsiz. Ilohim sog' bo'lib yuring, umringiz uzoq bo'lsin. Ikki dunyo saodatini bersin Xudo sizga. Assalomu alaykum, aziz qadrdonlar, aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Men uchun qadrli, qadrdon bo'lgan aziz inson. O'zbekiston xalq artisti, Qoraqalpog'iston xalq artisti va Tojikiston va Qirg'iziston xalq artisti va madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbek ustozimga kattakon rahmat deb qolaman. Menga shunday tabriklar yo'llab, tilaklar bildirgani uchun kattakon rahmat ustoz. Rahmat sizga, tan joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Nima niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringizga yeting. Sizga sog'lik, salomat, faqatgina omad tilayman. Juda ham xursand bo'ldim. Sizda ustozim, sizda akam borligidan faxrlanib yuraman, xursandman. Sizda men ham xalq artisti bo'lishni xohlayman. Qancha yutuqlarga erishgansiz. Qancha unvonlar olgansiz. Xalq artisti, xizmat ko'rsatgan madaniyat vaziri. Men havas qilaman. Siz yo'llaringiz bizga ham bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Alloh ko'rishtirsin. Siz meni yo'qlabsiz, siz Alloh yo'qlasin. Har doim Alloh panohida bo'ling. Siz bilan qiyomatli aka-ukamiz. Siz bilan katta sahnalarda konsertlar qo'yish, mening ham niyatlarim bor. Qo'shiqlar aytish, duetlar aytish. Allohim ashqlarga yetkazsin, nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ustoz, rahmat kattakon.